Nimaga xayrli oxirgi paytlarda sklerodermiya bilan kasallangan yosh bolachalar kundan kunga ko'payib ketganligini ko'rib turibmiz. Shuning uchun dermatologlar va revmatologlar undan tashqari aynan sklerodermiyasi mavjud bo'lgan bolajonlarni oilalariga, ota-onalariga ma'lumot. Agarda farzandingizda sklerodermiyani faqatgina koja, ya'ni terini yallig'lanishi bilan, o'sha terini porajeniyasi bilan proses kechadigan bo'lsa, u holatda faqatgina dermatologga murojaat qilishingiz mumkin. Agarda sklerodermiyani nafaqat teri, balki ichki organlar va shu jumladan bo'g'imlarni ham yallig'langan holati, sklerodermiya bilan porajeniya bo'lgan holati ro'y bersa, u holatda terapiyaga обязательно revmatolog podключаться qiladi. Va shu o'rinda agar terini porajeniyasi bo'lgan holatda ham bir marotaba atigi revmatologni konsultatsiyasi kerak bo'ladi. Vaholanki revmatolog aynan sistemni, ya'ni tizimli kasallik bormi yoki yo'qmi, shuni aniqlab berishlik uchungina xolos.